Assalomu alaykum. Men Salay Behruz Madnazar o'g'li. Bugun ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmda 16-masala berilgan. Dasturchi sinfi. Keyingi slaydga o'tsak, C++ sinf tushunchasi. Sinf nima? Sinf, class bu C++ tilida foydalanuvchi tomonidan yaratilgan ma'lumotlar turi bo'lib, u ma'lumotlar o'zgaruvchilar va ularga oid funksiyalarni birlashtiradi. Yashirin a'zolar va publik ochiq a'zolar. Private degani sinf ichida yashirin, tashqaridan to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin emas. Faqat sinf ichiga funksiyalar orqali kirish mumkin. Publik bo'lsa, tashqaridan kirish ochiq. Konstruktor, funksiyalar va getter, setter metodlar odatda publik bo'ladi. Bu OOP kapsulatsiya tamoyilligi ta'minlanadi. Keyingi slaydga o'tsak, konstruktor va destruktor. Scoot konstruktor parametrsiz obyekt yaratilganda avtomatik chiqadi. Uning ko'rinishi myClass x teng 0, y teng 0 bo'ladi. Parametrli konstruktor bo'lsa, qiymatlari argument sifatida qabul qilinadi. Uning ko'rinishi bo'lsa myClass int a int b ko'rinishda bo'ladi. Destruktor bo'lsa, obyekt yo'qligida ishga tushadi, xotirani tozalaydi. myClass tozalash bo'ladi. Keyingi slaydga o'tsak, a'zo funksiyalari 4 ta ekan. Bizda funksiyalar 4 ta ekan. Ulardan birinchisi display, obyekt ma'lumotlarini ekranga chiqarar ekan. Monthly salary oylik daromadni hisoblaydi va qaytarar ekan. Getter funksiyalari get ism, get tajriba, private a'zolarini o'qiydi. Setter funksiyasi set ism, private a'zolarini yangilaydi. A'zo funksiyalari e'lon qilish class programmer, public e'lon. Aniqlash bo'lsa double programmer, muscle salary, return soatlik stavka 160. Keyingi slaydga o'tsak, obyektlar massifi. E'lon qilish statistikasi massiv e'lon qilishi. Programmer R5, konstruktor bilan programmer R3, programmer Ali C++ 5 va 20, 3 va 15. Stickle bilan chiqarish. For int I teng 0, I va 3 I++ R I display ekan. Xotirada joylashuvni ko'rib chiqsak, Salay Behruz C++ da yiliga 7 yilda $25. Ruslan bo'lsa Pythonda 3 yilda $18. Diyor bo'lsa Javada 5 yilda $22. Bositxon bo'lsa GC da 1 yilda $12. Fayzullo bo'lsa C da 9 yil $30 topar ekan. Slaydga o'tsak, dasturchi sinfi sharti. Shart berilgan bizga. To'liq konstruktor barcha 4 ta ma'lumotni qabul qiladi va sinf a'zolarini o'rnatadi. Monthly salary oylik daromadni hisoblaydi. Soatlik stavka 160. To'liq ish oyi. Display dasturchi barcha ma'lumotlarni va oylik daromadni ekranga chiqaradi. Dasturchilar massivda tajriba 3 yildan ko'p bo'lganini filtrlash va chiqarish ekan. Keyingi slayd. Sinf dizayni. Programmer. Private a'zolar bizda 4 ta ekan. Ismi, ixtisosligi, tajribasi, soatlik stavkasi. Publik funksiyalar bo'lsa 5 ta ekan. Programmer ismi, monthly salary, display, get tajriba, get ism. Keyingi slayd. Sinf e'loni mana shunaqa. Class programmer, sinf, boya aytganimdek sinf, ixtisosligi, tajribasi, soatlik stavkasi. Public programmer, ixtisosligi, int tajriba, double stavka. Keyingi slayd. Funksiyalar amalga oshirilishi. Konstruktor, programmer
Programmer ism, ixtisoslik, tajriba, stavkasi. This degani ism, this ism, this ixtisoslik, this tajriba, this soatlik stavka. Oylik daromad stavkasi 160 soat ekan. Programmer muscle salary return soatlik stavka 160 soat. Ma'lumotlar chiqarish xuddi shunday bo'lar ekan. Count ism, count ixtisosligi, tajribasi, oylik daromadi. Keyingi slayd. Main funksiyalari 5 ta obyekt, 2 ta amali. Programmer Salay Behruz C++da, Xolmamatov Ruslan Pythonda, Diyorbek Javada, Bositxon JSda, Fayzullo C#da. Amallardan birinchisi barchasini chiqarish. For int I teng 0, I plus yozilar ekan va display. Amallarning ikkinchisi tajribasi 3 yildan ko'p bo'lganlari faqat. Get tajriba va display ekan. Bizda 3 yildan oshganlari faqat 2 ta ekan. Ismi Salay Behruz, ixtisosligi C++, tajribasi 7 yil, oylik daromadi $4000 ekan. Ikkinchisi bo'lsa ismi Satvaldiyev Diyorbek, ixtisosligi Java, tajribasi 5 yil, oylik daromadi $3520 ekan. Tajribasi 3 yildan oshgan dasturchilar 2 ta. Biz xulosa va natijaga qarasak, xulosa C++ da e'lon qilish klass ko'rib chiqdik. Private public kirish modifikatorlarini ko'rib chiqdik. Parametrli konstruktor va this ko'rsatkichi ko'rib chiqdik. Muscle salary hisoblash funksiyasini ko'rdik. Display ma'lumotlarini chiqarishni ham ko'rdik. Obyekt massivi va silk bilan ishlashni ko'rdik. Massivni filtrlash tajriba 3 yilda ko'rdik. Biz hammasini ko'rib chiqdik. Hammaga rahmat. Hammasi shu edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.